Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Kavrak biznes qilib turgan aka-ukalar. Bugun Dehqonobod tumanida M39 trassasida mana M39 trassa, bu yoq taraf Toshkentdan kelish, bu yoq taraf mana Surxondaryoga ketish. Mana shu yo'l ustida nechta xonadon kavrak plantatsiya qilgan, o'shani ko'rsataman mana. Birinchi xonadonimiz sanab. Mana buni qaranglar. Mana uylari bilan mana boshliqda o'zi ham o'tiribdi, lekin u kishini suhbatga chaqirmaymiz mana. Qaranglar. Qanaqangi kavrak plantatsiya qilgan mana akalar, ukalar. Bu birinchisi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana shuni hammasi kavrak mana. Shira olish uchun ekilgan. Ya'ni bu ko'chat ekkan shirasini olib sotish uchun. Mana bu akalar, mana bu uylar bu davlat tashkilotlariga berilgan. Juda ko'pchilik so'raydi, kavrak o'zi qonuniymi, noqonuniymi, eksak bo'ladimi, bo'lmaydimi deb savol berishadi. Mana shu uylar, ikki etaj uylar hammasi davlat tashkilotlariga berilgan, ya'ni ichki ishlar, milliy xavfsizlik xizmati, o'sha davlat xavfsizlik xizmati, prokuratura, davlat soliq qo'mitasiga berilgan uylar mana. Endi bu kavrak plantatsiyani kim qilgan menga qorong'u, lekin bu narsa bizda qonuniy, hech qanaqangi noqonuniy joyi yo'q. Buni O'zbekiston Respublikasi prezidenti ham qaror, qonunlar chiqargan. Mana o'shanga muvofiq bular plantatsiya bo'lgan. Bu eksport bob narsa bo'lgani uchun o'sha Dehqonobod tumanini eksport, nafaqat Dehqonobod tumanini, butun O'zbekistonda eksportiga juda kuchli o'zgarish beradigan bir chet eldan valyuta kiradigan biznes bu mana. Mana shu yerlarga ham kavrak ekilgan. Endi bu yosh qalamchalar ekilgan menimcha. Mana bular ham shira olish uchun ekilgan. Mana. Ko'rdilaring-a? Tak, mana bu uchinchisi. Endi bu agarod kimga tegishli, egasini ismi menga notanish, to'g'risi. Bahorda yaxshilab gullab, chiroyli bo'lib o'sib turgani uchun ko'rsatyapman mana. Negativchilar yaxshilab ko'ringlar, mana xonadon o'zgaryapti. Bitta xonadonni ha deb ko'rsatayotganimiz yo'q. Bu ham kavrak plantatsiya qilgan. Mana bu yoqda ham bitta kavrak plantatsiya bor. Xo'p, mana bu yerda hozir uni ham ko'rsatamiz. Birinchilik akalar, mana hozir mana shu kavrak plantatsiyani ekkan odamni ko'rib qoldim. Hovlining ichini ham olgin deb o'zi aytayapti. Oshnajon, bu o'zi meni sinfdoshim bo'ladi. Shunday. Maktabda birga o'qiganmiz 5-sinfgacha. Hozir buni tasodifan ko'rdim. Yo'lda narigi betida turgan ekan. Buni syomka qilayotganimda hovlining ichini ham olgan, bundan ham zo'r bo'lgan dedi. Oshna, bu yerga nechta ko'chat ekkansan? Ko'chat qilib urug'dan ekilgan bu yerga. Ko'chat hammasi urug'dan ekilgan. Ichkariga ko'chat qilib ekilgan. Ichkariga ko'chat qilib. Nechta ko'chat ekkansan bu yerga yoki necha kilo urug' ekkanmiz? Unda hisob kitobi aniq bo'lmagan, lekin aniq 8 kilo atrofida ekilgan. Ko'proq ekilgan. Urug' ekilgan. Necha yil bo'ldi oshna mana shunga? 3 yillik bo'lyapti. Bu hozir 3 yillik bo'ldi urug'dan ekilgan. Qarov sal kamroq bo'lgan, lekin urug'da yaxshi ekilgani hisobiga chiroyli ko'rinib turibdi. Ichkariga 3000 ta kora ekilgan. Ichkariga uying qaysi o'zi oshna? Mana bu ichkaridagi. Mana bu sariq uy, a? Ha, ichkarisida. Boyagi uyda ana uni Shodiyevni uyini ham ko'rsatdim, nariyoqdagi plantatsiyasini. Endi bilasan, bizda YouTube'da mana shu kavrak plantatsiyasini ana nariyoqda yana bir kishi chaqiryapti. Kavrak plantatsiyasini biz odamlarga A'dan Yagacha polni ko'rsatamiz, tushuntiramiz. O'shani hisobidan mukammal bir tushuncha bo'lsin degan maqsadda buni videoni olyapmiz. Oshnajon, seni ham vaqtingni olmayman. Rahmat, tashakkur oshna. Akalar, ana yerda sinfdoshimni video qilayotganimda mana akani o'zlari chaqirib oldi bizda, mana. Mayli, sizni olmayman mana aka. Mikrofon xohlang ushlab tursangiz ham bo'ladi, yo'q qo'ysangiz ham bo'ladi. Qanday zo'r? Aka, zo'rmisiz, tinchmisiz? O'zingiz chaqirdingiz, ha? Ha, o'zim chaqirdim. Aka, mana bu joyning lokatsiyasini bir aytib o'tib keting. Dehqonobod tumani Bo'ston Mefe. Bo'ston mahallasi. Bu yerda kavrak ko'chat ekkansiz, aka? Kavrak ko'chat, ha, 3 yillik ko'chat mana. Ko'chat ekkansiz. Yo'q, urug'dan. Ha, bu ham urug'danmi? Vo, mashalloh, zo'r. Urug'dan. Zo'r. Qancha urug' ekilgan bu yerga? Bu yarim kilo urug'ni taylab chiqamiz. Donalab ekkansiz. Qoyil. Juda chiroyli. Xonadoningiz qaysi? Mana shu. O, to'g'ridagi uy, sizniki. Mashalloh, zo'r. Endi bu yerda hozir taylab chiqilgandan tashqari shu joyida o'zida qolganmi? Joyida o'zida qolgan. Yo'q, qo'shimcha yana ko'chat ham ekilganmi? Yo'q, ko'chat ekilmagan. Shu urug'dan taylangan bu yerga. Taylab chiqqansiz. Taylangan, ha. Shira olish uchun ekkansiz, to'g'rimi? Nasib bo'lsa shira olish uchun, dehqonchilik uchun, uyda ham bor, hovlida ham bor. Hovlining agarod ichida ham bor, ha? Hovlida, uyning ichida ham bor. Mashalloh, zo'r ekan, zo'r ekan.
mana akam. Bunga suv beryapsizmi, suv bermayapsizmi? Suv berilmaydi, yo'q. O'zi tabiiy suvlar yomg'irdan Yomg'irdan, yomg'irdan. Suvsizlikka ham chidamli yaxshi. Chidamli. O'zi aka bitta narsa xolis. Mana shu Dehqonobodda mana shu kavrak sohasi rivojlangan, to'g'rimi? Rivojlangan. Juda ko'p yillar bo'ldi. 20 yilga yaqin, to'g'rimi? Shunday. Boshqa soha hozir endi mana bahor yaxshi kelganiga chorvachilik yaxshi bo'ldi. Shunday. Atak Dehqonobodda chorvachilik va kavrakchilik. Kavrakchilik. To'g'rimi? Obunachilarga nima deysiz? Obunachilarga nima deymiz? Eksangiz foyda qilasiz, ishlasangiz, dehqonchilik qilsangiz kavrakdan daromad yaxshi. Bitta ro'zg'orni boqsa bo'ladi, bemalol. Boqsa bo'ladi, ha. Rahmat. Aka ismingiz nima? Hasanman Abdiyev. Akajon rahmat. Sog'lik, siz ham charchamang. Rahmat. Sog' bo'ling, rozi bo'ling. Shunday bo'l. Xo'p, sog' bo'ling aka. Alloh rozi bo'lsin. Akalar, ba'zi bir odamlar shunday intervyu berishga yoki qisqacha bir ma'lumot, tushuncha berishga ba'zi biri uyaladi, ba'zi biri keling deb o'zlari ko'rsatadi. Aka, Alloh rozi bo'lsin sizdan. O'zi bizni kanalimizni podpischika ekan, doim kuzatib borar ekan, uydaging urug'labdi-ku deb o'zlari aytayapti va mana bu yerga hozir mana qarang, oraliq qancha, o'zi oraliq juda ham ko'p emas, bo'lsa 100 metr. Mana shu 100 metrning ichida yana bitta xonadon mana. Mana hozir buni ham iminnoy tushib ko'rsataman mana. Mana sizlarga. Mana yana bitta xonadon, kavrak plantatsiya qilgan. Tog'a hormang. Zo'rmisiz? Mana kavrak plantatsiya sizlarga. Bular akalar Dehqonobodda tirikchilik manbai bu kavrak. Tirikchilik manbai. Ortiqcha yer borki, suvlashga vazmo'jti bor odam, sharoiti yaxshi bo'lgan odam ekaveradi buni. Mana. Ko'p suv talab qilmaydi. Ko'p suv talab qilmaydi. Siz ham kavrakni yaxshi tushunasizmi deyman, ha? Tushunaman, ha. O'zingiz qayerdansiz? O'zim Qashqadaryo viloyati Qamash tuman Langarot odam. Langarotada tabiiy o'sgan, bilasizmi? O'sgan tog'da. Tog'da. Uni hozir kesib brakonerlar quritdi. Olib kelib, shuni urug'idan ekishtirib, anaqa qilyapti. Bu Rahmat. joyga o'sadi. Lalmi joyga ham bo'laveradi. Agar suv bersa juda ham zo'r bo'ladi. Shuning uchun mana bu aholilar shunda foydalanib bildida. Anaqa qilishdi. Rahmat. Harakatga barakat. Harakatda barakat. Rahmat. Ismingiz nima, tog'a? Meni ismim Akram. Akram aka, sizni ijtimoiy tarmoqqa chiqaramiz, YouTube platformasiga. Kavrak biznes deb agar tushunsangiz, yozsangiz o'zingizni ko'rasiz. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, tog'a. Akalar, mana yana bitta plantatsiya. Endi bunga tushib yotmayman, sababi hozir mana shu yerda o'zida bir 4-5 ta xonadonga tushib, hozir syomka qildim, sal uzoqlashaman. Mana shu yerga ham kavrak plantatsiya qilgan mana. Ko'rib turibsizlar, mana sal uzoqroqdan syomka qilyapman mana. Bu yerga ham kavrak ekilgan. Mana joylar o'zgaryapti, ko'ryapsizlar, e'tibor beringlar shu narsaga. Akalar, mana yana bitta joyga keldim. Hozir buni ham tushamizda syomka qilamiz. Tak. Boyagi akamiz ismi yodimdan ko'tarildi, to'g'risi, Alloh rozi bo'lsin. Uka dedi, bor dedi, sesni oldida dedi, 10 mingta kavrak ekilgan. Davlat tashkilotlari ham shuni ekyapti. O'shani ko'rsatgin dedi. Mana akalar. Mana sizlarga isbot. Negativchilar faqat yomon fikr bildirmanglar, vijdonan yozinglar. Mana, naborot qo'llab-quvvatlanglar mana. Uylar o'zgaryapti, ko'ryapsizlar, mana. Mana shu kavrak o'simligi bo'ladi mana. Bu yerda bizni bu tirikchilik manbaimiz. To'g'ri tushuninglar sizlar. Mana bu yerga ham ekilgan, siyrak ekilgan ekan nimagadir. Sal siyrakroq ekilgan, lekin yosh ko'chat ekilganmi hisobiga ham shunaqa bo'ladi. Rosti gap, nechta xonadonni syomka qildim. To'g'risi esimdan ham chiqdi. Mana bu yerga ham kavrak ekilgan mana. Tak, mana bu xonadonni ham ko'rsataman. Sababi bir yaqin akamiz Hasan ismli shaxs. Mana yaqin akamiz, santexnik. O'sha odamni ham yerini bir ko'rsataman. Bu o'zi yerni aslida kavrak ekilishiga sababchi boshida men bo'lganman. Nimaga desangiz, mana bizni uyimizga shu santexnik ishlarni qilishga borganda bir 3-4 yil oldin aka davay eking deb o'zim ektirganman mana.
Mana shu yerdan ishonasizlarmi, o'tgan yil hosil oldi mana. Mana shu yerdan qaranglar, mana bitta uy, mana ikkita uy, mana ikkinchi uy ham kavrak ekkan. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Ikkinchi xonadon. Mana o'sha M39 trassasi. Bu yog'i Toshkentdan kelish, bu yog'i Surxondaryoga ketish mana. Bu ham kavrak. Ha, mana mashalloh, buni qarang. Bu ko'chat qilib sotish uchun ekilgan ekan. Urug' sepilgan bu yerga. Mana bu joyga ko'chat ekilgan. Mashalloh, Alloh barakasini bersin. Mana hozir mana shu yerda bir 3 ta xonadon podrяд ekkan, o'shani syomka qilaman-da, undan keyin videomizni yakunlaymiz. Akalar, bu joyni men o'tgan yil ham ko'rsatganman, lokatsiyalari bilan mana. Lokatsiyalari bilan ko'rsatganman. Bu yerdan 2 yildan beri menimcha hosil oladi bular. Mana. Ko'rsataman. Tak. Mana shu yerdan ham o'tgan yil hosil olgan mana. Mana hammasi kavrak. O akalar, ukalar, bu narsa qonuniy, noqonuniy bo'lsa buni ekmaydi hech kim. Juda ko'pchilik buni ko'knormi, nashami deydi. Bu ko'knor emas, nasha emas bu. Mana, bu ham kavrak ekkan, faqat bu o'talmagan, parvarish bo'lmagan. Mana kavrakka qancha uhud qilsangiz, shuncha e'tibor bersangiz, shuncha zo'r bo'ladi mana. Mana shu xonadon o'tgan yili mana o'zim kelib syomka qilganman mana. Hosil olgan mana shu xonadon mana. Ko'ryapsizlarmi? Bundan ortiq sizlarga qanaqa isbot kerak, qanaqa tushuncha berish kerak. Mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Akalar, mashalloh, buni qarang. Bitta, ikkita, uchta. O yana 4 ta, 5 ta urug'lagan. Bu 5 ta kavrangiz urug'ladi degani, akalar, urug' o'zingizdan chiqadi, tekin degani. Mana. Yetmaganiga kavraklar hosilga ham tayyor. Inshaalloh hozir yomg'ir yoqqan, yomg'ir bir sergib yer qizigandan keyin gurkuraydi mana urug'laganini qarang, gurkuraydi bu, gurkuraydi. Mashalloh, Alloh ziyoda qilsin.